Dünya özünün adaq tınıqlarida. Qiyomatning cho'ng kichik alomatlari. Avtori Doktor Muhammad Al-Arifi. Tarjima qilguvchi Sajiya tarjima mahoratini o'stirish sinfi o'quvchilari. Muharriri Doktor Abdul Aziz Rahmatullah A9. Korrektori Abduvali Abliz Muhammad Barat. Loyihaligüchi A Aqxon. Nashr qilguvchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. 99, 100 va 101. Ahlas fitnəsinin, bayashatliq fitnəsinin və zulmat fitnəsinin yüz berishi. Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm 3 türlük fitnə yüz berməgücə qiyamət qayım bolmaydiganlığını xəbər qılğan. Abdullah ibn Ömər radiyallahu anhuma rivayet qılıb mundaq deydi. Biz Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləmnin yanında olduratdıq. O zat fitnə haqqında nəhayət köp toxtaldı. Andın ahlas fitnəsini mutilğa aldı. Aramızdan bireylan: "Ey Rasulullah, ahlas fitnəsi degan nima?" deb sorğan edi. Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm o bir-biridan qachish va ichki urush fitnasi deb javob berdi. Andin bayashat turmushning fitnasi to'g'risida so'z qilib mundaq dedi. Bu fitnaning sababchisi ahli baytimdan bo'lgan bir kishi bo'ladi. U o'zining mening ahlimdan ekanligini da'vo qiladi. U mendan emas. Mening haqiqiy do'stlarim taqvodorlardir. Keyin odamlar kam aql, bilimsiz birining atrofiga o'yishidi. Andin zulmat fitnasi chiqadi. Bu fitnaga duchor bo'lmaydigan birmi inson qolmaydi. Bu fitna amdi tugaydigu deb tursa texmi avjiga chiqadi. Kishilar mu'min holda tong atqizib, kafir holda kech qoladi. Hattoki insonlar ikki guruhga bo'linib ketadi. Uning biri nifoqlik bo'lmagan iymon guruhi, yana biri iymon bo'lmagan nifoq guruhidir. U zaman kelganda shu kunning o'zida yoki atsi dajjalni kutinglar. Bu hadisda kelgan bir qism so'z va jumlalarning qisqacha izohati. Bayashatliq fitnasi, ya'ni insonlarni xushal qiladigan bir qism kishilar ezib ketib, asiylikda haddidan eshib ketadigan sog'lomlik, bayashatliq, xotirjamlik qatorliqlardan iborat ne'matlar fitnasidir. O'zining mening ahlimdan ekanligini da'vo qiladi. Ya'ni u nasab jihatda mening ahlimdan bo'lsa-mu, yirginishlik ish qilishidan mendan emas. Mening ahli baytimdan bo'lsa-mu, mening haqiqiy do'stim emas. Mening haqiqiy do'stlarim taqvodorlardir. Lekin bu kishi ashu fitnaning yuz berishiga sababchidir. Mendan emas, ya'ni mening do'stlarimdan emas. Chunki u fitnani qo'zg'aydi. Bu Nuh alayhissalom o'g'li oilamdagilardan emas degan vaqtda Allohning Nuhga qilgan tuvandagi so'ziga o'xshaydi. Ey Nuh, men u najot tepishga va'da qilgan oilandagilardan emas. Uning amali yomondir. Hud surasi 45-46 oyatlar. Kishilar mu'min holda tong atqizib, kafir holda kech qoladi. Ya'ni kishi qarindoshining qanini harom sanab, ziyonkashlik qilmay, qarindoshining obro'yi va mol-mulkiga chaqilmagan holda tong atqizib, qarindoshining qanini halol sanab, obro'yi va mol-mulkiga tajovuz qilib kech qoladi. Nifoqlik bo'lmagan iymon, ya'ni xolis, saf iymon. Iymon bo'lmagan nifoq, ya'ni munofiqlarning yolg'onchilik, xiyonat qilish, ahdini buzish va shuningga o'xshash amallari bo'lgan nifoq. Dajjalni kutinglar, ya'ni Dajjalning chiqishini kutinglar. Bu fitna taxi o'ttirg'a chiqmadi. Uning chiqishini Alloh eng yaxshi bilguchidir. Allohdan bizni uning yomonligidan saqlashini so'raymiz. 102. Bir sajdaning dunyo va dunyodagi barliq narsalardan yaxshiroq bo'ladigan zamondan kelishi. Bu oxirgi zamonda Isa alayhisalom tushgandan keyin bo'ladi. Bu bir fazilatli zaman bo'lib, u chog'dagi ibodatlar intayin fazilatlikdir. Chunki ibodatlarning ajr savobi zaman va makonning o'xshamasligi bilan farqli bo'ladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Jinim ilgida bo'lgan zot Alloh bilan qasamki, Maryam o'g'li Isoning adil hukmron bo'lib tushishiga oz qoldi. U tushganda kiristni chiqib tashlaydi, to'nguzni o'ldirdi, jizyani amaldan qoldirdi. Hech qanday kofirdan jizya qabul qilmaydi. Mal dunyo ko'payib ketib, zakat yoki sadaqa qabul qiladigan hech kim tepilmay qoladi. Hatto u chaqda qilinadigan bir sajda dunyo va dunyodagi barcha narsalardan yaxshiroq bo'ladi." Andin Abu Hurayra mundaq dedi: "Xolisanglar bu oyatni o'qinglar. Ahli kitobdan, ya'ni Yahudiylar va Nasoralardan har qanday jon uzish oldida uningga, ya'ni Isa alayhisalomning haq payg'ambarligi va Allohning bandasi ekanligiga iymon aytadi. Isa qiyomat kuni ular Yahudiylarning Isoni darg'a astoq degan davosining va Nasoralarning Isa Allohning o'g'li degan davosining yolg'onligiga guvoh bo'ladi." Nisa surasi 159-oyat. Bir sajda dunyodagi barliq narsalardan yaxshiroq bo'ladi.
kishilar dunyoda zohid bo'lganligi, jannatdan boshqa arzu armoni bo'lmaganligi, qiyomatning yaqinlab qolganligiga ishonch qilganligi va ehtiyoj bo'lmaganlikdan dunyoga bo'lgan qiziqishi oz bo'lganligi uchun ularning namoz va boshqa ibodatlarga bo'lgan qiziqarligi yuqori bo'ladi deganlikdir. Qozi Iyaz uning ma'nosi shu chaqda mol dunyo ko'payib, bixillik yo'qolib, jihad chiqimiga ko'p ehtiyoj qolmaganlik uchun bir sajdaning savobi shu sajda qilg'uchiga dunyodagi barliq narsalarni sadaqa qilgandanmi yaxshiroq bo'ladi deganlikdir. Hadisdagi sajdadan maqsad sajdaning dal o'zi yoki namozdir degan. 103. Hilal ayning 1-kechisida 2-kechisidagidek cho'nglikda ko'rinishi. Hilal degan ayning ay beshidagi holati bo'lib, u Hijriya ayining 1-kechisi kichik ko'rinadi. Ayning o'ttirg'icha cho'ngayib mangadi, andan yana bir oygacha kichiklab mangadi. Hilal ayning 1-kechisida 2-kechisidagidek cho'nglikda ko'rinishi qiyomatning alomatlaridandir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Hilal ayning to'lishi va 1-kechidagi ayning 2-kechidagi oygan deyilishi qiyomatning yaqinlashganligining alomatlaridandir. Bu alomat taqa ko'rilmagan bo'lishi mumkin. Vallohu a'lam. 104. Barliq musulmonlarning Shamga to'planishi. Sham bugungi Suriya, Livan, Iordaniya va Falastin zaminlarining tarixdagi o'rtaq nomidir. Bu muqaddas zamin musulmonlarning eng oxirida to'planadigan va ilgari nurg'un payg'ambarlar tushgan joydir. Sham diyori va Sham xalqi qadr-qimmatga ega. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Sham xalqi buzilgan chaqda sizlarda yaxshilik qolmaydi. Ümmetimden bir bölük kişiler ta ki kıyamet qayım bolğuça hamisha g'olib o'rinda bo'ladi. Ularga yordam berishdan qochganlar ularga ziyon yetkazolmaydi. Shuning uchun payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Sham ahliga yaxshilik qilishni tavsiya qilgan. Chunki Sham qiyomat bo'lishdan ilgari musulmonlarning bargohi va turalg'usi bo'ladi. Abu Darda radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Haqiqatan cho'ng jangda musulmonlarning bargohi Shamning eng yaxshi shaharlaridan bo'lgan Damashqning bir tarafidagi G'ota bo'ladi. Bu yerda bargoh deyish orqali musulmonlar bilan xristianlar orasidagi qattiq jang kunidagi musulmonlarning to'planadigan o'rni maqsad qilingan. G'ota hozir Damashq G'otasi deb ataladi. Damashq mashhur shahar bo'lib, hozirgi Suriyaning poytaxti. Hadisda tilga olingan bu cho'ng jang Imom Mahdiydan ilgari yoki uning zamonida yoki boshqa zamonda yuz berishi mumkin. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Shamda o'ltiraqlashishni tavsiya qilgan. Chunki u musulmonlarning oxirida to'planadigan o'rni va mu'minlarning qarorgohi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sahobalarining biri u zotdan qaysi yurtga hijrat qilish va o'ltiraqlashish to'g'risida maslahat so'raganda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uningga Shamni ko'rsatgan. Bahs ibn Hakim atasi buvisidan rivoyat qilib mundaq degan: "Men ey Allohning elchisi, meni qayerga buyuringlar dedim. U zot mana bu yerga deb qo'li bilan Sham tarafni ko'rsatdi. Qiyomat bo'lishdan ilgari mu'minlarning ko'p qismi u yerga hijrat qiladi. Ularning hammasi Shamga yetib boradi." Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhu mundaq degan: "Bir zamonlar keladi. U chaqda har bir mu'min Shamga yetib bormay qolmaydi." 105. 106. Musulmonlar bilan Rumliqlar orasidagi cho'ng jangning yuz berishi va Konstantinopolning fath qilinishi. Musulmonlar bilan xristian Rumliqlarning tarixi nurg'un voqealarga to'lgan bo'lib, uningda do'stlik, dushmanlik, sulh va janglar bo'lgan. Hozirgi musulmonlarning Rumliqlar bilan bo'lgan munosabati to'raqsiz bo'lib, do'stlik va dushmanlik orasida yo'tkilib turadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam musulmonlar bilan Rumliqlar orasida cho'ng jangning yuz berishini qiyomatning alomatlaridan deb xabar bergan. Bu jang Imom Mahdi o'tirg'i chiqishdan ilgari yuz berdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uni cho'ng jang deb atadi. Shu chaqda musulmonlar g'alaba qiladi. Andan Konstantinopol, Istanbulga atlanib uni fath qiladi. Andan Dajjal o'tirg'i chiqadi. Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Baytul Muqaddasning avatlashishi Yasrib, Madinaning xarablashishidir. Yasribning xarablashishi cho'ng jangning yuz berishidir. Cho'ng jangning yuz berishi Konstantinopolning fath qilinishidir. Konstantinopolning fath qilinishi Dajjalning chiqishidir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Sizlar Rumliqlar bilan tinchlik kelishimi tuzisizlar. Andan kayninglardagi dushmanga qarshi ular bilan birlikda urushsizlar va g'alaba qozonib, g'animatlarni qo'lga kirgizsizlar. Andan saq-salomat qaytib, to'pilikka joylashgan Marj degan joyga tushganinglarda xristianlardan biri Kristni ko'tarib turib, Krist g'alaba qildi deydi. Shuning bilan musulmonlarning biri g'azablanib uni sundirib etdi. Shu chaqda Rumliqlar kelishimni buzib, cho'ng jangga tayyorlanadi.
Ba'zilar yuqori hadisga tuvandikilarni qo'shib rivoyat qiladi. Musulmonlar Qur'onlarni olmoqchi bo'ladi-da, hammasi o'ldiriladi. Alloh shu jamoatni shahidlik sharafiga muyassar qiladi. Bu voqeaning Sahihul Muslimdagi tafsiloti mundaq. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Rumliqlar a'maq yoki dabiq degan yerga tushmaguncha qiyomat bo'lmaydi. U chaqda Madinadan shu chaqlardagi yer yuzining eng yaxshilaridan tarkib topgan bir qo'shin chiqadi. Ular qarma-qarshi saf tuzib turganda Rumliqlar bizning yo'limizni to'simanglar. Biz odamlarimizni asir olganlar bilan urushimiz deydi. Lekin musulmonlar Allohning nomi bilan qasamki, qarindoshlarimizni sizlarga tashlab qo'ymaymiz deb turib oladi. Shuning bilan ularning orasida urush boshlanadi. Musulmonlarning 1/3 qismi urush maydonini tashlab qochadi. Allah ularning tavbalarini mangu qabul qilmaydi. 1/3 qismi o'ldiriladi. Bular Allohning nazarida shahidlarning afzallari hisoblanadi. Qolgan 1/3 qismi g'alaba qiladi. Shuningdan keyin ular hech qanday qiyin sinoqqa duch kelmaydi. Ular Istanbulni fath qiladi. Ular qilichlarini Zaytun darxiga esib qo'yib, g'animatlarni taqsim qilayotganida shayton Dajjal balachaqonlarga ega bo'lib oldi deb to'laydi. Ular yugurib chiqadi, lekin bu yolg'on bo'lib chiqadi. Shamga yetib kelganlarida Dajjal haqiqatan chiqadi. Yana bir rivoyatda mundaq kelgan: ular Rumliqlar bilan urushib bo'lib, Dajjal bilan urushish uchun saf tuzib turishiga namozga takbir aytiladi. Shu vaqtning o'zida Isa alayhissalom tushib, ularga imom bo'ladi. Bu g'azotning yana bir rivoyatdagi tafsiloti mundaq. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam miros taqsim qilinmaydigan, g'animat bilan xushal bo'linmaydigan vaqt kelmaguncha qiyomat bo'lmaydi deb qo'li bilan Sham tarafni ishorat qildi. Andin so'zini davomlashtirib, dushmanlar musulmonlarga qarshi urush qilish uchun tayyorlik ko'radi. Musulmonlarmi dushmanlarga qarshi odam to'playdi dedi. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan Rumliqlarni nazarda tutib deb so'ragan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bundoq javob berdi: u urushda nihoyat qattiq jang bo'ladi. Musulmonlar qat'iy chekinmaydigan fidoi qo'shin tashkillab, oldingi safga avatadi. Ular dushmanlar bilan qattiq elishadi. Qarong'u tushishi bilan urush to'xtaydi. Har ikki taraf bir-birini yengolmaydi. Fidoi qo'shin o'lib tugaydi. Andin musulmonlar yana bir fidoi qo'shin tashkillab, oldingi safga avatadi. Ularmi dushmanlarga qarshi qattiq elishadi. Qarong'u tushishi bilan urush to'xtaydi. Har ikki taraf bir-birini yengolmaydi. Bu qatimqi fidoi qo'shinmi o'lib tugaydi. Andin musulmonlar yana bir fidoi qo'shin tashkillab, oldingi safga avatadi. Ularmi dushmanga qarshi jam-jahli bilan urushadi. Yana qarong'u tushishi bilan urush to'xtaydi. Har ikki taraf bir-birini yengolmaydi. Bu fidoi qo'shinmi o'lib tugaydi. 4-kuni musulmonlardan hayot qolganlar g'ayrat, jasorat va chidamchanlik bilan umumyuzlik hujum boshlaydi. Ana shu chaqda Alloh taolo dushmanni og'ir talofatga uchirdi. Bu urush shundoq shiddatli bo'ladiki, hatto ularning yenidan uchib o'tib qolgan qushlarmi yerga tushib ketadi. Bir dadaning 100 bolasi bo'lsa-mu, ulardan faqat biri qoladi. Bundoq ahvol ostida qaysi g'animatga xushal bo'ladi yoki qaysi mirosni taqsim qiladi? Bu chaqda musulmonlar buningdan cho'ng bir falokatdan kelganligini anglaydi. Shu arada bir kishi kelib, Dajjal sizlarning bola-chaqanglarni egilib oldi deb to'laydi. Shuning bilan ular qo'llaridagi narsalarni tashlab Dajjal tarafga atlanadi va 10 otliq chavandozdan tashkil topgan turushavul qism avatidi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana mundaq degan edi: men ularning va dadallarning ismlarini, hatto otlarning rangini bilaman. Ular shu chaqdagi yer yuzidagi eng yaxshi otliq qo'shin yoki shu chaqdagi yer yuzidagi eng yaxshi otliq qo'shinlarning biri bo'ladi. Bu qatimliq cho'ng jangda musulmonlar qo'shinining bargohi Damashq shahrining G'uta degan joyida bo'ladi. Ular shu chaqdagi zamin yuzidagi eng yaxshi qo'shin bo'ladi. Shu chaqda Alloh ularga Rumliqlarga qarshi yordam berdi. Abu Darda radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: haqiqatan cho'ng jangda musulmonlarning bargohi Shamning eng yaxshi shaharlaridan bo'lgan Damashq deyiladigan shaharning bir tarafidagi G'utada bo'ladi. Yana bir rivoyatda Abu Darda radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganligini angladim deydi: cho'ng jang kunida musulmonlarning bargohi shu chaqdagi musulmonlarning eng yaxshi manzili Damashq deb ataladigan shahardagi G'uta deyiladigan joyda bo'ladi. Konstantinpolning musulmonlarning qo'lida tinch yo'l bilan fath qilinishi. Shu chaqda takbir tahlillar yangraydi. Ularga Imom Mahdi yetakchilik qiladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: sizlar bir tarafi quruqlikda, yana bir tarafi dengizda bo'lgan shaharni anglab baqqanmi deganda sahobalar "Ha-i Rasululloh" deb javob berishdi. Andan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dediki: Ishoqning avlodlaridan 70 ming kishilik qo'shin u shaharda g'azot qilmoqcha qiyomat bo'lmaydi.
Ular o shaharga kirganda hech bir qurol yaroq ishlatmasdan va biror tal o'qyama atmasdan Allohdan boshqa iloh yo'q, Alloh buyukdir deydi. Andan o shaharning ikki tarafining biriga tushidi. Raviylarning biri Savr ibn Yazid dengiz tarafiga dedi. Andan ular ikkinchi qatim Allohdan boshqa iloh yo'q, Alloh buyukdir deydi-da, uning yana bir tarafiga tushidi. Andan uchinchi qatim Allohdan boshqa iloh yo'q, Alloh buyukdir deganda eshik ochiladi. Shuning bilan ular shaharga kirib g'animatlarni oladi. Ular g'animatlarni taqsim qilayotganda Dajjal chiqdi degan ovoz keladi-da, ular hamma narsani tashlab qaytadi. Imom Navaviy mundaq dedi: Qozi u Sahih Muslimning hamma nusxalarida Ishoqning avlodlaridan deb kelgan degan. Ba'zilar mundaq dedi: Ishoqning avlodlaridan deb kelishidan Ismoilning avlodlaridan deb kelishi kuchliroq. Chunki hadisning bosh oyog'i shuni ko'rsatadi. Ulardan arablar o shahardan Konstantinopol maqsad qilindi. Ularning arablarni, ya'ni Ismoil alayhissalomning avlodlarini maqsad qilganligini Zi Maxbar radhiyallohu anhuning mono hadisining mazmuni ko'rsatib berdi. Rumliqlar Konstantinopoldagi valisiga arablarga biz tetimiz deydi. Andan kelishimni buzib jang qilish uchun to'planadi. Mana bu cho'ng urushning arablar bilan rumliqlar orasida bo'lganligini ko'rsatib berdi. Bu babdagi hadislarning zohiriy ma'nolari bu cho'ng jangga qatnashadiganlarning Konstantinopolni fath qiladigan kishilar ekanligini ko'rsatib berdi. Shundaqla yana Amr ibn Avf radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisdagi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning so'zimi shuni ko'rsatib berdi. Andan Hijaz ahlidan musulmonlarning yaxshilari ularning oldiga chiqadi. Bu ularning Ishoq alayhissalomning avlodlari emas, balki Ismoil alayhissalomning avlodlari ekanligini ko'rsatib berdi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. 107-108. Mirasning taqsim qilinmaydigan va kishilarning g'animatlar bilan xushal bo'lmaydigan bo'lib ketishi. Bu ikki alomat zaman oxirida urushlar ko'payib, xristianlar bilan qattiq jang bo'ladigan vaqtlarda bo'ladi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qilib bunday deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam miraslar taqsim qilinmaydigan, g'animatlar bilan xushal bo'linmaydigan bo'lib ketmaguncha qiyomat qoyim bo'lmaydi deb qo'li bilan Sham tarafga ishorat qildi. Buning tafsiloti ilgirki alomati so'zlanib bo'lgan. 109. İnsanlarning qadimiy qurol-yarog' va qatnash vositalariga qaytishi. 105. alomatda bu mazmunlar deyilgan bo'lib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan edi: Musulmonlar shundaq turgan vaqtlarida buningdimi cho'ng bir falokatning kelganligini anglaydi. Shu arada bir kishi kelib, Dajjal balchaqonlarga ega bo'lib oldi deb to'laydi. Shuning bilan ular qo'llaridagi narsalarni tashlab, u yerga atlanadi va 10 atliq kishidan tashkil topgan Turshavul qismni avatidi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oxirida mundaq degan edi: Men ularning va dadalarining ismlarini, hatto atlarning rangini bilaman. Ular o'z zamonining eng kuchli atliq qo'shini bo'ladi. 110-111. Baytul Muqaddasning avatlishi, Madinaning xarablashib, o'ltiraqlashquchilar va ziyorat qilguvchilardan xoli bo'lib qolishi. Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Baytul Muqaddasning avatlishi Yasrib, Madinaning xarablashidir. Yasribning xarablashishi cho'ng jangning yuz berishidir. Cho'ng jangning yuz berishi Konstantinopolning fath qilinishidir. Konstantinopolning fath qilinishi Dajjalning chiqishidir. Andan Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu so'zini anglab o'ltirgan kishining yo'tisiga yoki do'lisiga qo'li bilan urib turib, bu sening bu yerda o'ltirganingdagla haqiqatdir dedi. Bu sening bu yerda o'ltirganingdagla haqiqatdir dedi. Yana bir rivoyatda cho'ng jangning bo'lishi, Konstantinopolning fath qilinishi va Dajjalning chiqishi 7 oy ichida yuz berdi deb kelgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu hadisda bayon qilgan voqealiklar orqa-orqadan yuz berdi. Baytul Muqaddas atrofida ko'plab binolar silinib, odamlarning o'ltiraqlashishi uni avatlashtirdi. Madina Munavvarada bo'lsa, odamlar uningda turishni xohlamaydigan bo'lib qoldi. Qurilish ishlari bir izida to'xtab qoldi. Mana bu Madinaning hozirgi ahvolidir. Madina Munavvaradagi kishilar ko'paymasdan kemaymoqda. Ko'plagan kishilar boshqa shaharlarga yo'tkalmoqda. Yana bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Madina eng yaxshi vaqtida tark etiladi. Ahvol shu darajaga yetib boradiki, it-bo'rilar masjidga kirib, uning to'riklariga yoki munbarga siyib qo'ydi dedi. Sahobalar: "Ey Rasululloh, u chaqda mevalar kimga qoladi?" deb so'ragan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam javoban: "Yavoyi hayvon va qushlarga qoladi" dedi. Baytul Muqaddasning avatlishi oxirgi zamonda bo'ladigan xalifalik bo'lishi mumkin. Abdullah ibn Havala radhiyallohu anhu rivoyat qilib bunday deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizni piyoda g'animat olib kelishga avatdi. Biz g'animat ololmay qaytib keldik. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam chehrimizda charchaganlik alomatlarini ko'rgandan keyin
ey alloh, ularni manga qo'yib qo'ymasizlar, man ojizdurman. Ularning o'zlariga qo'yib qo'ymasizlar, ularmi ojiz. Boshqalarga qo'yib qo'ymasizlar, ulardan foydalanib ketadi deb bo'lib, beshimga yoki cho'qamga muborak qo'lini qo'yib turib, ey ibn Havala, xalifalikning Baytul Muqaddas tarafga yo'tkalganligini ko'rganingda yer tavrash, baloyi ofat va cho'ng hodisalar yaqinlashgan bo'ladi. Ana shu chaqda qiyomat insonlarga bu qo'limning beshingga bo'lgan yaqinliqidami yaqinroq bo'ladi dedi. Hadisdagi Yasribning qarablashishi cho'ng urushning bo'lishi demakdir. Bu urush musulmonlar bilan Rim nasaralari o'rtasidagi urush bo'lib, o'lim yetim ko'p bo'lg'achqa cho'ng urush deb ataladi. Bu urushdan keyin Konstantinpol, hozirgi Istanbul fath qilinadi. Oxirida Dajjal chiqadi. 112. Ko'rak o'ti to'mirning detini chiqarib tashlagandek, Madinaning yomon odamlarni chiqarib tashlashi. Bu alomat ilgirki alomatning davomi bo'lib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Madinaga hijrat qilib bir qancha yil o'tgandan keyin Madina aholisi ko'payib Madina avatlashdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kishilarning Madinada turishni xohlamaydigan bo'lib qolishining qiyomatning alomati ekanligidan bishorat berdi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq dedi: Shundoq bir zaman keladiki, kishi tag'asining bolalari va yaqinlariga "Yuringlar, Madinadan chiqib huzur halovatga erishayli. Yuringlar, Madinadan chiqib huzur halovatga erishayli" deb chaqirdi. Agar ular bilsa edi, Madina ular uchun eng yaxshidir. Jinim o'kida bo'lgan Allohning nomi bilan qasamki, Madina xalqidan kim Madinani tashlab chiqib ketadi ekan, Alloh taolo uning o'rniga Madinaga uningdan yaxshiroq kishini yerlashtirdi. Bilinglarki, Madina to'mirning detini tazlab chiqaradigan ko'rak o'tiga o'xshaydi. Ko'rak o'ti to'mirning detini chiqarib tashlagandek, Madina o'zidagi yomon kishilarni chiqarib tashlamaguncha qiyomat qoyim bo'lmaydi. Rivoyat qilinishicha, Umar ibn Abdul Aziz rahimahulloh Madinadan chiqib bo'lib, azod gardisi Muzahimga qarab: "Ey Muzahim, bizning Madina chiqarib tashlaydigan yomon kishilarning qatoridan bo'lib qolishimizdan ansirayotamsan" degan. Yuqorqi so'zdan Umar ibn Abdul Aziz nacharligidan Madinadan chiqib ketgan deyilmaydi. Chunki ko'plagan sahobalar Madinadan boshqa yurtlarga jihad va da'vat qilish uchun chiqib ketgan edi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kishilar Madina eng yaxshi holatida undan chiqib ketadi. Madinada yirtqich hayvonlar va qushlarla qoladi dedi. Hadisning ma'nosi shuki, Madinaning turmushi paravan, mevasi mo'l bo'lsa-mu, odamlarning undan bir-birlab chiqib ketishining sababi fitna fasoddir. Oxirida Madinada birmi odamsiz qolmaganlikdan uylar, masjidlar, hatto ko'chalarmi odamsiz qolg'achqa, yirtqich hayvonlar va qushlar masjidlarda aylanib yurishidi. 113. Tog'larning yutkilishi. Alloh taolo tog'larni zaminni tutib turadigan qilib yaratdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tog'larning o'rnidan yutkilishini oxirgi zamonning alomatlaridandir deb xabar berdi. Tog'larning yutkilishi o'rilish yoki kishilarning tog'larni tuzab bino silishi bilan bo'ladi. Samura radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Tog'lar o'rnidan yutkilmaguncha, sizlar ilgari ko'rmagan ishlarni ko'rmaguncha qiyomat bo'lmaydi. 114. Qahtandan kishilar bo'ysunadigan bir odamning chiqishi. Qiyomatning alomatlaridan biri oxirgi zamonda kishilar so'zini anglaydigan, yo'liga ergashadigan bir kishining arab qabilasi bo'lgan Qahtandan chiqishidir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Qahtandan bir odam chiqib, hassa bilan odamlarni haydamaguncha qiyomat bo'lmaydi. Hassa bilan odamlarni haydamaguncha degan so'zdan bo'lgan maqsad odamlarning uningga bo'ysunishi va ergashishidir. Bu bir salih kishi bo'lib, bu odam haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning Qahtan odamlarning hammasi yaxshi deganligi rivoyat qilingan. Uning Qahtandan ekanligi uning hur kishi ekanligini ko'rsatadi. Bu tuvandagi Jahjah degan kishidan boshqadir. Chunki Jahjah azobgardalardandir. Jahjah ismli bir kishining chiqishi. Oxirgi zamonda kishilar orasida kuchi va huquqi bo'lgan kishilar maydonga keladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu kishilarning ba'zilarining ismlarini va sifatlarini tilga olgan bo'lib, Jahjah deb atalgan kishi shularning biridir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Azodgarlardan Jahjah ismli bir kishi podshoh bo'lmoqcha kecha-kunduz oxirlashmaydi. Ya'ni qiyomat qoyim bo'lmaydi. 116, 117, 118 va 119. Yirtqich hayvonlar va jonsiz narsalarning qamchi uchining va oyoq boqquchining so'zlashi. İnsonga uyidan ayrilgandan keyingi oilasining ahvolini yo'tisining xabar qilishi. Abu Said al-Xudri radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan:
Canım ilkida bo'lgan zot Allohning nomi bilan qasamki, yirtqich hayvonlar insonlar bilan so'zlashmaguncha, qamchisining uchi va kashining boqquchi bilan so'zlashmaguncha, kishi o'z uyidan ayrilgandan keyin oilasining nima qilganini yutsa xabar qilmaguncha qiyomat qoyim bo'lmaydi. Tuvandagi ikki alomat, ya'ni insonning qamchisi bilan so'zlashishi va uydan ayrilgandan keyin oilasining nima qilganini yo'tsining xabar qilishi tahi yuz bermagan bo'lsa-mu, ammo payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xabar qilgan ishning cho'qim bo'ladiganligiga ishonish kerakdir. Ba'zi tadqiqotchilar qamcha, oyoq boqqich va yo'tining so'zlashidan davrimizda kashf qilingan ovoz yo'tkaydigan zamonaviy aloqa qurollari maqsad qilindi deb qaragan. Yana ba'zilar shu narsalarning o'zi rostla so'zlaydi deb qaragan. To'g'risini Alloh obdan bilguchidir. Yirtqichlarning inson bilan so'zlashishi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning zamonida bo'lgan edi. Abu Said radhiyallohu anhu rivoyat qilib bunday deydi: Bir kishi Madina atrofida qo'ylarni beqivasa, bir bo'ri qo'ylarga etilib bir qo'yni elib qochibdi. U kishi bo'rini tutib olgandan keyin qo'yni qutqizib olib, bo'rini haydab etibdi. Bo'ri ketmay qo'yrug'ini tiklab o'ltirib haliq kishiga: "Alloh menga rizq qilib bergan qo'yni sen elib olamsan" debdi. U kishi: "Ajoyib ish. Bo'ri qo'yrug'ini tiklab turib menga gap qilyotidi-ku" deganda bo'ri: "Sen buningdimi hayron qadarliq ishni ko'rasan" debdi. Haliq kishi: "Buningdimi hayron qadarliq ish nima u?" deganda bo'ri: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Madinadagi ikki soy orliqidagi Xo'rmzorliqda kishilarga ilgari bo'lgan va buningdan keyin bo'ladigan ishlarni so'zlab beryotidi debdi. U kishi qo'ylarni haydab Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yoniga yurib ketdi va Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam turayotgan bog'ga borgandan keyin bog'ning eshigini qoqdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam namoz o'qib bo'lgandan keyin "Padich qani" dedi. Padichi o'rnidan turdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningga anglagan va ko'rgan ishlarni so'zlab bergan dedi. Padichi bo'ridan anglagan va ko'rganlarni so'zlab bo'lganda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bundoq dedi: Padichi rost so'zladi. Bu ishlar qiyomatdan ilgirki mo'jizalardir. Alloh bilan qasamki, biringlar uyidan ayrilgandan keyin oilasidagilarning nima qilganini, uning kashi yoki qamchisi yoki hassi deb bermaguncha qiyomat qoyim bo'lmaydi. Yana kalaning gap qilganligimi yuz bergan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib bunday deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir kishi ig'ir yuk ortilgan kalini haydab ketyotdi. Kala uningga burilib: "Men buning, ya'ni yuk tushish uchun yaratilmadim, balki yer ag'dirish uchun yaratildim" dedi. Degan edi. Kishilar hayron bo'lib, "Subhanalloh, kalami so'zlamdi" deyishdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Men buningga ishonaman. Abu Bakr bilan Umarmi ishonadi" dedi. Hadisda tilga ilingan yirtqich yovvoyi hayvonlarning so'z qilishi rostla bo'ladi. Vallohu a'lam. Chunki Alloh taolo mundaq degan: Alloh yaratishda xohlaganini ziyoda qiladi. Alloh haqiqatan har narsaga qodirdir. Fatir surasi 1-oyat. 120-121. Islomning izi o'chishi, Qur'onning yo'qolib, qalblardan ko'tarilib ketishi. Qiyomatdan ilgirki alomatlarning biri shuki, fitna fasod, gunoh ma'siyat va nadonlik sababidan islomning nuri o'chidi. Islom ko'rsatmalari va ta'limotlar yo'qolib ketib, kishilarda na ro'za, na namozdan asar qolmaydi. Kishilarning qalblaridan Qur'on ko'tarilib ketib, yer yuzida uningdan birmi oyat qolmaydi. Kishilar orasiga nadonlik shu qadar tarqalib ketadiki, hatto qari kishilar va mo'maylarmi biz ota-bobolarimizni mushu la ilaha illalloh degan kalima ustida topgan. Bizmi shuni da'vatimiz deydi. Huzayfa radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Kiyimning kashtisi o'chganda islomning izi o'chidi. Hatto ro'za, namoz, qurbonlik, zakotning nimaligi bilinmay qoladi. Bir kechaning ichida Allohning kitobi yo'qolib, yer yuzida uningdan birmi oyat qolmaydi. İnsanlardan bir bölük qari kishilar va mo'maylar biz ota-bobolarimizni mushu la ilaha illalloh degan kalima ustida topgan. Bizmi shuni da'vatimiz degan holatda qoldi. Huzayfa radhiyallohu anhu bu hadisni bayon qilgan chaqda atrofdagi kishilar hayron qolishdi. Huzayfa radhiyallohu anhudan bu hadisni rivoyat qilgan ravi Sila ibn Zufar Huzayfa radhiyallohu anhudan: "Ey Huzayfa, namoz, ro'za, qurbonlik, zakotning nimaligini bilmaydigan kishiga bu kalimaning nima foydasi bor deb so'ragan edi. Huzayfa uningdan yuz o'rib turib oldi. Sila bu savolni 3 qatim so'radi. Har qatimda Huzayfa uningdan yuz o'rib oldi. 3-qatimda Huzayfa uningga burilib, u chaqda bu kalima ularni do'zaxdan qutuldirdi dedi. Allohga shukr, bu alomatlar taqa ko'rilmadi. Chunki islom dini hali ham kengayotidi va tarqalayotidi. 122. Baytullohga hujum qilish uchun chiqqan bir qo'shinning hammasini yer yutib etishi.
payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xabar berganki, haqiqatan bir qo'shin Mahdiydan iborat Qurayshlik bir kishini izlab Baytullohga hujum qilish uchun chiqqanida, Alloh taolo bu qo'shinning hammasini yerga yutqizib etadi. Ular qiyomat kuni niyatlariga yarasha tirildirildi. Ubaydullah ibn Qibtiyya rivoyat qilib bundoq deydi: "Men Haris ibn Abi Rabi'a va Abdullah ibn Safvan bilan Ummu Salama radhiyallohu anhaning yoniga kirdik. Andan u ikkisi Ummu Salamadan yer yutadigan qo'shin haqida so'radi. Mana bu Abdullah ibn Zubayrning Hajjaj ibn Yusuf bilan urush qilayotgan kunlar bo'lib, Abdullah ibn Zubayr Baytullohda qo'g'dinib turadi. Andan Ummu Salama dedi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Baytullohda bir panohlang'uvchi panohlanib turganda, uningga bir qo'shin avatilib, bir dalaga kelganda ularni yer yutib etadi degan edi. Men: "Ey Rasululloh, Makkaga majburiy avatilganlarning taqdiri qandoq bo'ladi?" deb so'ragan edim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularnimi boshqalar bilan birlikda yer yutib etadi, ammo qiyomat kuni niyatiga yarasha tirildirildi dedi. Yana bir rivoyatda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yer yutib etadigan qo'shinni bayon qilganda, Ummu Salama balkim ularning ichida zo'rlanganlarimi bo'lishi mumkin deb so'raganda, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ular niyatlariga yarasha tirildirildi deb javob bergan edi. Ularning niyatlariga yarasha tirildirilishining sababi bo'lsa, ularning ichida zo'rlang'uvchi, agashkuchi va tijoratchilar bor bo'lib, ular yomon kishilar bilan aloqa qilganlik uchun hammasi halok bo'lgan. Chunki balo qazo hamroh bo'lganlik hukmi bilan hammaga umum bo'ladi va ularning har biridan qiyomat kuni niyat maqsadlari bo'yicha hisob olinadi. Bu hadisda yomon kishilar bilan aloqa qilish va ularga hamroh bo'lishdan qattiq ogohlantirilgan. Chunki gunoh ma'siyatda chekidan eshib ketgan kishilarga hech qanday norozilik bildirmay, ularning orasiga kirib ketgan kishimi shularga o'xshash azob oqibatga duchor bo'ladi. Shundaqla bu hadis qo'shinning Ka'baga yetib berishdan burun Alloh taolo ularni yerga yutqizib etganligiga dalil bo'ladi. Bu rivoyatlardan shuni tushunishga bo'ladiki, haqiqatan bu qo'shin Baytullohga hujum qilib izlamoqchi bo'lgan panohlang'uvchi kishi Muhammad ibn Abdullah bo'lib, Alloh uni himoya qilib, bu qo'shinni yerga yutqizib etadi. Bu Alloh tarafidan uningga bo'lgan bir izzatlashdir. Aisha radhiyallohu anha rivoyat qilib bundoq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uxlayotib cho'chib ketdi. Uyg'ongandan keyin: "Ey Rasululloh, uyqularida cho'chib ketdilar. Ilgari bundoq bo'lib boqmagandilar" desam, Rasululloh: "Haqiqatan g'alati tush ko'ribdiman. Ummatimdan bir turkum kishi Baytullohga kirib panohlanib olgan Qurayshlik birining sababi bilan Baytullohni chaqib etishni ko'zlab yo'lga chiqib, bir dalaga kelganda hammasini yer yutib ketibdi" dedi. Biz: "Ey Rasululloh, yo'lda boshqa insonlarmi bor emasmi?" deb so'ragan edik. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shundoq, ularning orasida bilib turib qasddan chiqqanlar, majburiy chiqqanlar va ular bilan munosabati bo'lmagan yo'lovchilarmi bor bo'lib, Alloh taolo hammasini birli kunda bir-biridan farqli tirildirdi dedi. Yana bir rivoyatda Aisha radhiyallohu anha rivoyat qilib bundoq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir qo'shin Ka'baga hujum qilish uchun yo'lga chiqib bir dalaga kelganda, qo'shinning hammasini yer yutib etadi dedi. Men: "Ey Rasululloh, qandoqlarcha ularning bosh oxiri bo'lib hammani yer yutib etadi? Halbuki ularning ichida ularning qatoridan bo'lmagan kishilarmi, jangga qatnashmaydigan tijoratchilarmi bor tursa" deb so'raganimda, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yer ularni boshdan oxir yutib etadi. Keyin ular niyatlariga yarasha tirildirildi dedi. İmam Mahdi va uningga oid vaqaliklar to'g'risida keyin tafsiliy to'xtalamiz. Sajiya Islom tadqiqot markazi